Hammaga salom. Mana bilgan bilmaganlarga salom. Mani ismim Abdurashid, 39 yoshdaman. Hozircha bir kichik korxonani xo'jayini bo'lib turibman. Faqat ishlamayapti, chunki ishlatishga mablag'im yetmay turibdi. Biz suv chiqazamiz. Suvimizni ham asl juda shifobaxsh bo'lib, menimcha O'zbekistonda bitta bo'lsa kerak, yana bo'lsa kerak bilmadim. Lekin hozircha bu suv bitta deb bilyapman. Chunki bu suvni ichgan zahoti jig'ilojida qaynashlar to'xtaydi. Oshqozondagi hamma narsani, ichki kasalliklarni butunlay tuzatadi-da. Bu yil ishlatmoqchiman. O'zimga kelsak, o'zim 39 yoshdaman, uylanganman, 3 bolam bor. Abdulaziz, Farangiz Kablonbek. Qisqasi 1 yil ichida boyimoqchiman. Men 40 yoshimda men boy bo'lib ketishim kerak. Hozircha aytadiganlarim shu, ko'ramiz 1 yil ichida nima bo'laman. Lekin men bilamanki, aniq maqsad, aniq reja, aniq qo'yganim uchun menimcha 1 yil ichida boy bo'lsam kerak. Men boshqa sheriklar bo'lsa bemalol xabar qilinglar. Men sherikchilikdan qo'rqmayman. Balki sherikchilikdan ko'proq maqsad qildim. Meni yana qo'yib turaman. Uni ko'raylikchi nima bo'lar ekan bu safar. Endi mana